Assalomu alaykum hammaga. Tak, qisqa analiz qilib o'tamiz. Bugungi ideyalar. Bozor ochildi. Gap bilan ochilgandi. Bu qarang, hozir demo shotda analiz qilyapman. Demo shotda bari svechalar uncha aldamaydi. Agar bozor shotdan dalish tepaga ketadigan bo'lsa, mana bu joyga yana qaytib keladi. Ishdan bitta bay olsalaring bo'ladi. Albatta stop loss 50 pips. Stopsiz ishlamang. Stopsiz ishlash oxiri slivka olib kelib qo'yadi. Agar mana shu svech shunaqa yopilib, agarda keyin tanasi svechani yo pastga yopilsa, qizil bo'lib, keyin narx ozgina orqaga qaytadi-da, mana shu soyasiga, zonachasiga shuna keladi-da, keyin oqib ketishi mumkin. Endi bayga ideya qidiradigan bo'lsak, juda kuchli narx orqaga qaytaradigan joy mana bu bo'ladi. Mana bu zona M15 ta qilyapman buni. Nima uchun desangiz, 3 ta soya ketma-ket kelgan. Soyalar ketma-ket kelganda bozor juda ham o'sha joyda narx orqaga qaytarib yuborish shans katta. Mana shu yerdan ham 50 pips stop loss qo'yib kirsa bo'ladi. Nechidan? Xo'p, 69dan stop loss 65. Tak. Balansida masalan $100 bor odamlar. 0.07 oylik. Tamam bitga. Tak, stop loss 50 pips bo'lsa $35 bo'ladi. Tek ham shu 35 ga qo'yamiz. 50 pips yo'q, 50 pips bu yoqqa. Undan keyingisi 65 emasda 66 ga. Stop loss $35 ga. Tek mana zonagacha qo'yamiz. Tak. Yana M30 ga qaraydigan bo'lsak, agarda xudo xolasa sham mashti qizil bo'lib yopiladigan bo'lsa, soat 17:00 minut o'tdi. To'g'ridan shu 31 minut o'tganda aniq bo'ladi. Mana shu ham zona bo'lib qoladi. Mana shu ikkita joy zona bo'ladi. 90. 30.090. Mana shu agar yopilsa, pastga tushgandan keyin yopilsa, orqaga qaytsa, mana shu scalping uchun 30 pipsga ishlab olsa bo'ladi. Sel tiqib borib, uzog'i 50 pips tiqib boring. Xo'p, M30 da yana zona bor. Mana bitta. Necha ekan bu? 77. Yo'q, 77 lekin opasniyroq. 77 opasniyroq bu yerdan kirish. 77 dan kirgandan ko'ra past kutgan yaxshi yoki qo'yib yuborgan yaxshi. Tak. Yana H1 da ko'ramiz. Yo'q, H1 da yo'q. Endi M5 da ko'ramiz. M5 da ko'radigan bo'lsak, M5 da mana bitta zona bor. Necha ekan? 82. Hozir 90 bo'lsa 82 gacha tushish. Endi bu tillaga tepaga ochilib, necha 84 dan
97 degani 140 pips tepaga otib yuborgan narsa hech nima emas. 100 pips pastga tushib berishi. Impuls bilan 1-2 marta o'qisa tushib beradi bozor. Shuning uchun ehtiyot bo'lib savdo qilaverasiz. Mana shu zonalardan buyga kirsa bo'ladi. Agar sham tepada yopilsa e'tiborli bo'ling. Bu yerda bor. Mana bu yerda ham bor ekan. Mana bu yerda ham bor ekan. 80 da ham bor ekan. Har bitta kirgan zonada 50 pips risk qilib depozitlaringizdan stop loss 50 pips, depozitingizdan 2%, 3% kirsangiz bo'ladi. Agar shu $1000 dan balandroq bo'ladigan bo'lsa, $1000 dan pastroq bo'ladigan bo'lsa, baribir kamroq risk qilgan yaxshi. Foydali bo'ldi degan umiddamon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.